Keyingi kasalligimiz bu alkaptonuriya, ya'ni homogentisate oksidaza ferment yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqadi bu. Mana. Ya'ni fenilalanинdan hosil bo'lgan tirozin keyinchalik bir qismi L-dopaga o'tishi kerak, bir qismi esa homogentic acidga o'tishi kerak. Aynan mana shu homogentic acid moddasi keyinchalik Krebs sikligacha yetib borishi kerak. Krebs sikliga yetib borolmagandan keyin aynan mana shu homogentic acid qonda to'planib, turli xil a'zolarda to'planadi va shuning hisobiga alkaptonuriya kasalligi kelib chiqadi. Keyinchalik bu homogentic acid pigment simon modda hisoblanadi. Ya'ni qoramtirroq ko'rinishga ega bo'lgani uchun turli xil to'qimalarda to'planadi. Autosomal resessiv kasallik xavfsiz, ko'pincha hayotga fenilketonuriya singari unchalik xavf solmaydi, nisbatan yengilroq kasallik. Belgilari quyidagicha ketishi mumkin. Ya'ni ko'kimtir qora rangli biriktiruvchi to'qimalarni ko'rishingiz mumkin. Biriktiruvchi to'qimalarni ko'radigan bo'lsak, ya'ni qoramtirroq rangga kirib bo'lgan bo'ladi. Bundan tashqari quloq tog'aylari, kartilaj, sklera, ko'zning sklera qavatida qoramtir modda to'planib qolgan. Xuddi shu jarayonni demak ochronozis deb ataladi. Bundan tashqari juda ham spetsifik diagnostik bir usul bu, ya'ni o'sha alkaptonuriya kasalligi bor bemorda siydik analizini olib, uni ochiq havoga qo'yadigan bo'lsak, siydigi demak qora rangga o'tib qoladi ekan uzoq vaqt davomida havo bilan ta'sirlanish hisobiga. Bundan tashqari yana depilating arteriolar, ya'ni hayotiga ta'sir qiluvchi, ya'ni misol uchun yurishiga ta'sir qiluvchi, normal yashashiga ta'sir qiluvchi arteriolarga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Kartilajlarni, tog'aylarni, biriktiruvchi to'qimalarni zararlash hisobiga mana shu homogentic acidni to'g'ridan to'g'ri zararlab qo'yadi bo'g'imdagi oqsildan. Keyingi kasallik albinizm kasalligi, ya'ni melanin pigmentining yetishmovchiligi. Bu bemorlarda melanositlar soni normada bo'ladi. Melanositlarni miqdori normal deb nima uchun aytib ketyapti? Bu yerda bitta kasallik bilan biz differensiatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni vitiligo. Vitiligo kasalligida aksincha aynan mana shu melanositlarga qarshi antitana shakllanib, melanositlarni destruksiya qiladi. Shuning hisobiga melanositlar kamayib ketadi va melanositlarimiz melanin ishlab chiqarolmaydi. Shuning hisobidan ikkalasini farqini bilishimiz kerak. Albinizmda bilamiz, tirozinaza fermenti aktivligi kamayib ketgan bo'ladi. Tirozinaza kamaygandan keyin o'z-o'zidan melanin hosil bo'lmaydi. Aynan mana shu tirozinaza fermentimiz yo'q organizmda hozir. Shuning hisobiga organizmdan demak albinizm kasalligi kelib chiqqan. Mana endi melanin pigmentimiz kamayib ketgandan keyin risk of skin cancer ortadi. Sababi bu melanin pigmentimiz terini turli xil quyosh nurlaridan, turli xil onkologik jarayonlardan himoya qilib turadi. Melanin kamayib ketgandan keyin teri o'sma kasalligiga nisbatan risk ortib ketadi. Maple syrup urine disease. Bu kasallik amniksatalarni metabolizmi bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Shunchaki amniksatalar emas, balki shoxlangan zanjirli amniksatalarni metabolizmi buziladi. Branched chain amino acid degani shoxlangan zanjirli amniksatalar. Bularga qaysi amniksatalar kiradi? Leysin, izoleysin va valin kabi amniksatalarimiz parchalanishi buziladi. Normal holatda
shu aminokislotlardan parchalab biz energiya hosil qilamiz. Ularni parchalanganda dastlab alfa keto asidlargacha parchalanadi. Keyinchalik esa ushbu alfa keto asidlarimiz alfa keto asid dehidrogenaza fermenti ishtirokida dalsha yana parchalab tashlaydi keyingi mahsulotlargacha oxir oqibat ATF energiyasi hosil qilishgacha parchalaydi. Aynan mana shu alfa keto asid dehidrogenaza fermenti ishlab turish uchun bizga vitamin B1 ya'ni tiamin kerak bo'ladi. Aynan mana shu alfa keto asid dehidrogenaza fermenti yetishmovchiligi hisobiga organizmda ko'plab mana aynan shoxlangan zanjirli kislotalarimiz dan hosil bo'lgan mana bu alfa keto kislotalar to'planib ketadi. Mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Leysin, izoleysin, valin dastlab alfa keto asidlargacha parchalanishi kerak. Bu alfa keto kislotalarimiz keyinchalik esa alfa keto asid dehidrogenaza ishtirokida yana dalshi xarakatsizligiga mos kelgan Krebs sikliga o'tadigan energiya hosil qilib beradigan mahsulotlarga aylanadi. Bu muhim sizga. Muhimi mana bu qism yetishmovchiligi hisobiga mana bu moddalar ortib ketib, organizmda to'planishini bilsak, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Maple syrup urine disease haqida yana batafsil gaplashamiz. Ya'ni shoxlangan zanjirli branch chain amino acids izoleysin, leysin, valin kabi aminokislotalarimiz metabolizmi buzilishi hisobiga qonda alfa keto kislotalar ko'payib ketadi. Ya'ni alfa keto asid dehidrogenaza fermenti ishtirokida parchalanmaydi. Bu mahsulotlarimiz shu hisobiga ko'payib ketadi. Bu kasallik ham autosomal resessiv kasallik. Yana bir marta eslatib o'taman. Ko'pchilik fermentativ kasalliklar resessiv tipda irsiylanadi. Xoh X xromosomiga birikkan, xoh autosomal. Klinik belgilari vomiting, ya'ni qayt qilish. Poor feeding, kam ovqat yeyish. Ya'ni ularda aptit kamayib ketar ekan. Organizmdan chiqargan turli xil sekresiyalar, masalan, siydik tarkibida, ter tarkibida va qo'ldan ajraladigan ajralma tarkibidagi mahsulotlar kuydirilgan shakar hidini berib turadi. Ya'ni maple syrup, ya'ni buni qarasak, sirop hidli bo'ladi. Keyinchalik bu kasallik progressiv rivojlanib borib, neurologik cheklanishgacha olib borgan. Misol uchun sudurgi va distoniya. Distoniya degani ma'lum bir muskul guruhlarni to'xtovsiz sarf bo'shashi. Buni hali psixiatriyaga bo'lgan paytimiz ko'ramiz batafsil. Keyingi kasalligimiz sistinuriya. Bu kasallik nasliy kasallik hisoblanadi, ya'ni buyrakning proksimal yig'uvchi naychalari, ya'ni eslaydigan bo'lsak, proksimal yig'uvchi naychalar mana bu qism aynan mana shu qismda aminokislotalarimiz so'riladi. Shu qismda muammo bo'lish hisobiga, demak, sistinuriya kelib chiqgan. Bundan tashqari yana ichakidagi aminokislota transporterlari yaxshi ishlamaganligi hisobiga quyidagi aminokislotalarimiz yaxshi so'rilmaydi. Ya'ni sistin, arnitin, lizin va arginin kabi aminokislotalarimiz organizmda so'rilmaydi. Endi bular ichidan faqatgina sistin bizda organizmda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Sababi sistin ko'plab demak, sistin toshlarni hosil qilib beradi, buyrak toshlari. Ya'ni geksagonal ko'rinishda ega bo'ladi, ya'ni orti burchakli bo'ladi. Buyrak toshlari ko'radigan bo'lsak. Tushunarli. Aynan mana shu sistin
siydik tarkibida erimaslik xususiyatiga ega. Ya'ni bilamiz siydigimiz tarkibi ko'pincha kislotalik bo'ladi va aynan mana shu sistin aminokislotasi siydikda ko'plab chiqib ketavergani hisobiga mana bu transporterda ishlamaydi. Ya'ni umuman so'rinmayapti sistin. Shuni hisobiga siydik tarkibida chiqib ketaveradi ko'plab sistin. Va bu sistinlar kislotali muhitda o'zlari bir-biriga birikib olib, juda yirik buyrak toshlarni hosil qilib beradi. Ana endi mana bu arnitin, lizin, arginin aminokislotалari bular buyrak toshi hosil qilish xususiyatiga ega emas. Faqatgina mana bu sistem hosil qiladi buyrak toshlarini. Bularni davolashimiz uchun patogenezga murojaat qilamiz, ya'ni urinary alkalinization, ya'ni siydikni ishqoriy muhitga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sistin buyrak toshlari kislotali muhitda bir-biriga birikayotganda, aynan ishqoriyga o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni bu sistin bir-biridan ajraladi. Aminokislotlar shuni hisobiga buyrak toshlari hosil bo'lishini kamaydi. Bundan tashqari chelating agents, chelating agentlar degani bular bir moddani o'ziga biriktirib oladigan agentlar. Ya'ni sistinni o'ziga biriktirib oladigan bo'lsa, natijada sistin aminokislotlar o'zlari bir-biri bilan birikib olmaydi. Aksincha, mana bu xilaf hosil qiluvchi agentlar bilan birikib, siydik orqali tashqi muhitga chiqib ketaveradi. Shuni hisobiga mana bu sistin buyrak toshlarini hosil bo'lishi ham kamayib ketadi va bundan tashqari sistin toshlarini eruvchaligi ham ortib ketadi ekan. Bundan tashqari yana good hydration, ya'ni ko'p miqdorda suv ichadigan bo'lsak, siydigimiz konsentrlangan bo'lmaydi, aksincha suyulgan holatda bo'ladi. Ya'ni sistinni konsentratsiyasi suvga nisbatan kam bo'ladi, shuning hisobiga hosil bo'lishi kam bo'lgan. Bundan tashqari ko'pchilik buyrak toshlariga aynan shu ko'p suv ichish tavsiya etiladi. Keyingisi metianinni kam iste'mol qilish. Sababi metianindan sistin hosil bo'ladi. Okey. Bu kasallik avtosomal resessiv kasallik. 7 mingtadan bitta odamda uchraydi. Bundan tashqari sistinuriyamiz diagnoz qo'yish uchun biza urinary sodium cyanide nitroprosid test degan testimiz bor. Va proton nuklear magnetik rezonans spektroskopiya degan testlar bor ekan. Bularni ham hozir ko'p chiqamiz bo'lish. Ya'ni siydik olinadi bemordan. Siydik olgandan keyin uni siydigiga sodium cyanid nitroprosid moddasi qo'shiladi. Mana shu siydik tarkibidagi qo'shgan reagentimiz tarkibidagi cyanid gruppasi mana shu sistinni o'zi bir-biriga birikib turadi. Yuqorida aytdim. Aynan mana shu sistin o'rtasidagi bog'larni uzib yuboradi. Reagentimiz tarkibidagi cyanid. Ana endi cyanid uzib yuborgandan so'ng sistinlar alohida bo'lib qoldi. Ya'ni bir-biri bilan birikmagan, yolg'iz sistinlar siydik tarkibida yuribdi. Siydik tarkibidagi SH guruhlarimiz sistin tarkibida bor. Aynan mana shu SH guruhlarimiz keyinchalik reagent tarkibidagi sodium nitroprosidni o'ziga biriktirib oladi. Shuning hisobiga keyinchalik siydik pushti rangga kirib qoladi ekan. Shuning hisobiga sistinuriyaga diagnoz qo'yilsa bo'ladi. Bu birinchisi edi. Keyingisi bu proton nuklear magnetik rezonans spektroskopiya yoki NMR deb hisoblangan bo'ladi. Ya'ni bular CDdan analiz oladi, apparatga kirgizadi. Apparat esa har bitta CD tarkibidagi moddalarning miqdori, o'lchami, katta kichikligi, normada qancha bo'lishi kerak, hammasini aniqlab beradi. Bu demak zamonaviy usul, hech qanaqa vaqt talab qilmaydi. Shunchaki apparatga kiritiladi va aniqlab beradi. Ana endi sistinuriya bilan tanishdik. Ana endi gomosistinuriya.
Bu demak gomotsistein aminokislotasini metabolizm buzilish hisobiga kelib chiqadigan avtosomal resessiv kasallik. Ya'ni gomosisteinni metabolizmga to'g'ri qiladigan bo'lsak, ikki xil yo'nalishda harakatlanadi. Ya'ni bu metionin aminokislota sintezi tarafga qarab ham harakatlanishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan, demak sistein aminokislotasini hosil bo'lish tarafga ham harakatlanishi mumkin. Ikki taraf bidirectional yo'nalishda harakatlanadi. Endi gomosisteindan metionin hosil bo'lishi uchun bizga metionin sintazi fermenti kerak va vitamin B12 hamda foliyaviy kislota kerak bo'ladi. Aynan mana shu xoh metionin sintez yoki vitamin B12 yoki foliyaviy kislota, ya'ni B9 yetishmaydigan bo'lsa, metioninga gomosistein o'tmaydi va gomosistein miqdori ortib ketar ekan. Yana bir holatda, ya'ni gomosisteindan sistein hosil bo'lishda sistaxanin sintetazi fermenti yetishmovchiligida kelib chiqadi. Bu jarayon uchun bizga vitamin B6 kerak va sistaxanin sintetazi fermentlari birgalikda ishlab turishi kerak. Agarda bular bo'lmaydigan bo'lsa, yana gomosistein miqdori ortadi. Bular bilan hozir batafsil tanishib chiqamiz har qaysi. Birinchisi sistaxanin sintetase deficiency. Bu ferment yuqorida aytgandek sistaxaninni gomosistein, sistaxanin va oxir-oqibat sisteingacha o'tishda muhim ahamiyatga ega va vitamin B6 va sistaxanin sintezi fermentlari ishtirok etadi. Agar bu ferment va vitamin B6 yetishmaydigan bo'lsa, demak gomosistein o'rniga kelib chiqar ekan. Bundan tashqari yana bu kasallikni davolashimiz uchun qon tarkibida qonga demak metioninni kamaytirishimiz kerak davolash uchun. Sababi bizda reaksiyamiz bu tarafga harakatlanmayapti. Aksincha bu tarafga harakatlanib turibdi. Ya'ni metionin shundoq ham yuqori organizmda. Shuning uchun metioninni kamaytirishimiz kerak. Demak sisteinni ko'paytirishimiz kerak. Chunki bu tarafga harakatlanmayapti reaksiyamiz. Sisteinni ko'paytiramiz. Shuning hisobiga organizmda aminokislotalar balanslashadi. Bundan tashqari vitamin B6 va vitamin B12 kabi va foliyaviy kislota bersak ham foydadan xoli bo'lmaydi. Lekin nima uchun aynan berilishini topolmadim izlab. Shunchaki reaksiyani qo'llab-quvvatlaydi deyilgan ko'pchilik adabiyotda. Endi bu kasallikda yana bir holat bo'ladi. Mana bu ferment, ya'ni sistaxanin sintezi fermenti normal miqdorda bo'lsa ham, lekin B6 ni o'ziga yaxshi biriktira olmaydi, ya'ni affinity kamaygan bo'ladi. Affinity degani bir moddani boshqasiga moyillik holati hisoblanadi. Aynan mana shu sistaxanin sintezi fermentini B6 ga nisbatan moyilligi kamayib ketish hisobiga B6 ni vitamin B6 sistaxanin sintezi fermenti yaxshi ushlay olmaydi. Shuning hisobiga bu fermentimiz normal ishlolmay qoladi, o'zi miqdori normal turgan bo'lsa. Shuning hisobiga yana gomosistein miqdori unda ko'payadi ekan. Keyingisi metionin sintezi fermenti yuqorida aytgandek, ya'ni foliyaviy kislota va vitamin B12 ishtirokida ishlab turadi. Keyingisi metil tetragidrafolat reduktaz yetishmovchiligi. Ya'ni mana bu metil guruhni hosil qilib berish uchun juda ham muhim bo'lgan ferment. Uchun mana bu sxemaga murojaat qilamiz. Ya'ni bizga gomosistein metioninga o'tishi uchun mana bu foliyaviy kislotamizda metabolizm juda ham muhim ahamiyatga ega. Ya'ni 5 metil tetragidrafolat o'zidagi metil guruhini gomosisteinga beradi. Gomosistein keyin metioninga aylanadi. 5 metil tetragidrafolat va bu tetragidrafolatimiz keyinchalik yana metil tetragidrafolat reduktaza fermenti ishtirokida 5 metil tetragidrafolatga o'tadi. Shu singari demak reaksiya davom etib boraveradi. Tushunarli. Agar mana shu ferment yetishmaydigan bo'lsa,
bizda gomosisteinimiz keyinchalik metillik gruppalarni qabul qila olmaydi va metianinga o'tmaydi. Ana endi demak bir necha sabablarni ko'rib chiqdik. Birinchisi sistaxanin sintetazi, ferment yetishmovchiligi. Bu uchun bizni metianinni kamaytirishimiz kerak, sisteinni oshirishimiz kerak, B6 berishimiz kerak, B12 va foliyaviy kislotalar berishimiz kerak. Mana shu ferment yetishmovchiligida. Keyingisi affinity of sistaxanin synthetase for pyridoxal fosfat. Sistaxanin sintetazi fermentini vitamin B6 ga nisbatan moyillik yo'nalib ketish hisobiga kelib chiqadigan holat. Ya'ni bu ferment normada ishlab turibdi, normal miqdori bor, lekin B6 ni o'ziga biriktirib olmayapti. Mana shu reaksiya paytida. Buni davolashimiz uchun biz demak vitamin B6 ni yuqori dozada beradigan bo'lsak, mana shu fermentimiz normal ishlab ketishi mumkin. Keyingisi sisteinni ovqatlarga ko'plab beraveramiz, chunki bu tarafga reaksiyamiz sekin borib turibdi. Ya'ni sistein organizmda kam. Shuning hisobiga ovqatga qo'shimcha ravishda sistein beramiz. Keyingisi metianin sintazi fermentining yetishmovchiligi, ya'ni bundan tashqari mana bu metianin sintazi yetishmagan paytda organizm gomosistein ortib ketadi. Davolashimiz uchun biza metianin ko'proq berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni endi reaksiyamiz bu tarafga harakatlanmayapti, bu yog'lik hisobiga. Shuning uchun organizm ovqatga qo'shimcha ravishda metianin qo'shib beramiz. Keyingi fermentimiz metilin tetragidrafolat reduktazi ferment yetishmovchiligi, yuqorida ko'rayotganimizdek mana bu sikl buzilib qoladi. Mana bu metil folat gomosisteinga metil gruppa berolmay qoladi. Shuning hisobiga shu reaksiya amalga oshmaydi. Davolashimiz uchun ularga demak foliyaviy kislota ko'plab berishimiz kerak. Yuqorida ko'rib chiqqan bir necha xil ferment yetishmovchiliklarning hammasida oxir holat demak qonda excess gomosistein, ya'ni me'yordan ortiq gomosistein bo'ladi. Simptomlarga keladigan bo'lsak, sidik tarkibida gomosistein ortib ketadi, osteoporoz, ya'ni suyaklar zichligi kamayib ketishi, suyaklar juda ham o'rtlashib, shirishga juda ham moyil bo'lib qoladi va marfanoid habitus, ya'ni marfan sindromini belgilarini ko'rib chiqqandik. Bularda nima bo'ladi? Ya'ni lens dislokatsiyasi, qo'l oyoqlar uzun bo'lib ketishi, ko'krak qafasidagi deformatsiyalar va hokazolar simptomlar o'xshab ketadi. Bir necha xil simptomlari bir-biridan farq qilib turishi mumkin. Hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni ocular changes. Bularda ko'z lens yoki ko'z gavhari downward and inward subluxation, ya'ni ko'z bo'ladigan bo'lsak, ko'z gavhari bo'ladigan bo'lsak, o'rtada turishi kerak. Burada aksincha pastga va ichkariga harakatlanadi. Marfan sindromida esa aksincha edi. Yuqoriga va tashqi tarafga harakatlanadi. Ya'ni ikkalasi bir-biridan mana shu ko'z gavharini joylashuvini o'zgarishdan ham farq qilar ekan. Yana bitta Marfan sindromining farqlarining xususiyati kardiovaskular simptomlar. Ya'ni Marfan sindromida bilardik, aortic dissection holati, ya'ni aortaning yorilib ketishi bilan yuzaga kelar edi. Bularda kardiovaskular effektlardan biri eng ko'p uchraydigan, ya'ni tromboz holati. Bular to'g'ridan to'g'ri qon tomir devorini zararlash xususiyatiga ega bo'ladi. Gomosistein qon tomirni zararlagandan keyin qon tomir yuzasiga trombotik faktorlar, trombositlar kelib o'tirib ateroskleroz keltirib chiqaradi. Aterosklerozdan keyin oxir oqibat bosh miya qon tomirlari yopilib qolishi hisobiga stroke yoki insult yoki miokard infarkti kelib chiqishi mumkin ekan. Va kifoz kelib chiqadi umqa bo'g'inlaridagi o'zgarishlar hisobiga. Intellektual disability, intellektual, ya'ni bosh miyada to'planish hisobiga intellektning ham yo'qolishi, pasayishi yuzaga kelishi mumkin. Va hypopigmented skin. Bular ham
Tirozinaz pigmentiga ta'sir qo'yishi mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri melanositlar funksiyasini buzishi hisobiga pigmentatsiya jarayonlari bunda ham buziladi. Ana endi shu joygacha aminokislotlarning turli xil metabolizmlari bilan tanishib o'tdik. Turlar bilan tanishdik, ularning metabolizmi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar bilan tanishib o'tdik. Ana endi aminokislotlar parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan eng oxirgi mahsulot bu ammoniy yoki NH3. Bu NH3imiz xoh muskulda hosil bo'ladimi yoki boshqa a'zoda hosil bo'ladimi, u oxir oqibat ureaga, ya'ni sidik kislotagacha o'tishi kerak. Agar mana shu ureaga o'tmaydigan bo'lsa, mana bu ammoniya juda ham organizm uchun toksik bo'ladi, ya'ni bosh miyada juda ham zararli oqibatlar olib kelishi mumkin. Uni ko'rib chiqamiz hozir. Urea esa aksincha xavfsiz mahsulot va sidik orqali chiqarib yuboriladi buyraklar bilan. Ya'ni organizmda hosil bo'lgan aminokislotlar parchalanishdan hosil bo'lgan NH3, ammoniya, mana bu qism shart emas bizga, oraliq jarayonni. Muhimi piruvatga NH3 biriktiradi va alanin aminokislotasi hosil bo'ladi. Ya'ni bu NH3 qonda erkin holatda yurishi mumkin emas. Ya'ni doim qaysidir moddaga birikkan holatda yuradi. Masalan, birinchi hamma vaqt piruvatga birikib oladi. Piruvatga birikkandan keyin u alaninga aylanadi. Ana endi bu alanin ko'rinishida jigarga boradi. Jigarga borgandan so'ng yana hozir ko'rib o'tgan sxemamiz teskarisiga harakat qiladi. Ya'ni alanindan piruvat hosil bo'ladi. Piruvatdan demak, alanindan piruvat hosil bo'ldi va bu reaksiya natijasida NH3 jigarga chiqdi. Endi NH3imiz esa keyinchalik mana ko'rib turibsizlar, urea siklga kirib boradi. Bizga hozir muhim qismi faqatgina bugungi dars bo'yicha, ya'ni bu Kegel cycle, Cori cycle va hokazolarni batafsil o'tamiz. Muhim qismi aynan mana shu NH3 qonda erkin yurishi mumkin emasligini, doimiy qaysidir moddaga birikkan bo'lishini va mana bu piruvatda alanin keyinchalik yana piruvatga o'tib NH3 jigarda hosil bo'lib, bu NH3 keyinchalik yana ureaga aylanishini bilsak hozircha yetadi.